Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Oldingi soat darsimizda sizga Java programmistiki asosliq sonlar tipining programmada qandaq ishlatilishini ko'rsatib o'tgan. Siz program tuzganda o'xshamagan sonlar tipini ishlatasiz. Integer butun son, byte tipliq, short qisqa butun son, long uzun butun son, double qo'sh o'lchamlik kasrlik son, float toq o'lchamlik kasrlik son. Bugungi soat darsimizda sizga char ya'ni arif tipi bilan boolean to'g'ri yoki xato tipliq shu ikki uchur tipini Java programmasida qandoq ishlatishni ko'rsatib o'taman. Char degan nima deganda, masalan siz bir string ya'ni bir arifdan tuzilgan uchurni ekran kirgizsangiz, shu uchurdagi har bir arif bu char bo'ladi. Ondan boolean degan bu to'g'ri yoki xato. Biz booleanni ko'pincha ikki obyektni o'zaro solishtirganda yoki bir narsaniki to'g'ri xatoligini solishtirganda shu boolean tipini ishlatamiz. Undaq bo'lsa, tuvanda amaliy kodini ko'rsatib qo'yay. Oldingi soatdagi shu Uyg'ur School Java degan projektni ochdik. Ochgandan keyin bu package com checkit Uyghur book checkit learn Java. Yoki buni inglizcha com.uyg'urbook.learn.java mush packagening ostiga men bir objektni quray. Mousening o'ng tarafini chekib new and then class. Masalan bunga men char demo deb olay. Char demo degani men shunga bir misol ko'rsatma degan gap. Buni xohlagancha olsangiz bo'ladi. Arif demo desangiz bo'ladi. Ya bu ismni xohlagancha qo'yasiz. Ma okni bosdik. Endi bu yoqdan men oldini asosliq ijro qiladigan programmani qo'shay. Public static void main string yoqqa arguments. Oldindan biz bir string ya'ni bir arif miqdorini bekitaylik. Masalan string s1 yoki s1 equals 10 bo'ladi. Masalan buningga I am an Uyg'ur deb kirgizay, men Uyg'ur deb. Undaq bo'lsa, biz hozir charni ishlab boqaylik. Masalan, shundaki men birinchi harfni yozib boqay. Buni olganda masalan char and then birinchi harfni masalan first letter deb olsak, men buni degandek Java program yozganda siz shu variable ya'ni o'zgargich miqdorniki birinchisini kichikda, ikkinchi harfniki ikkinchi blokniki birinchisini cho'ng yozasiz. First letter equals hozir ko'ring s1 dot mana char at mana ko'rdingizmi? Char at degani shu harfniki o'rindagi masalan index deydi, shuniki o'rindagi harfni olaman, masalan indeksning nechinchi o'rindagi deydi. Masalan bunga biz s1 char at mana 0 ni olay, 0 index. 0 degan nima deganda shu birinchi o'rin degan gap. Java programmasida odatda indeksning qiymati 0 dan boshlanadi. Masalan buni qandoq bilamiz deganda men oldingi soatda o'tgan sizning esingizda bo'lishi mumkin. Masalan sout besib chiqarman s1 dot index of. Masalan shuning ichidagi birinchi harfningki o'rnini menga o'rib chiqarib deb ma'lum yozdik. Buni ijro qilib boqaylik hozir. o'ng tarafni chekib run char demo.main.
Mana hozir buniki index o'rni, ma u I degan xatniki birinchi o'rni 0 ekan. Unda bo'lsa biz hozir ma char oldik, ondan bundan masalan sout, ya'ni system.out.println first letter deb urib chiqaray. Mana qayta ijro qilaylik, ya'ni run char demo. Mana hozir birinchisi I volt. Agar men eng oxirgisini chiqirman desam, buniki o'rni oson. Buni harfni masalan R harfini Uyg'urdagi R harfini besib chiqirman desam, buni qanday qilamiz deganda, masalan sout, system out. Masalan buni s1 stringdan char at index. Bu index qanday topaman? Indeksni tepish uchun ma bu charatni basay. Anikendan yana s1 dot index of ayaqdan r'ni. Masalan r degan harfniki indeksni olaman desam bo'ladi. Masalan bunda r'ni besib chiqarish. Ma bu oldingi qur I ni besib chiqarish. Programni ijro qilaylik. Mana hozir I ni besib chiqardik, R ni besib chiqardik. Demak, odatda charni nimaga ishlatamiz deganda, sizda bir harf, ya'ni string bo'lib qolsa, boshlanchidagi har bir harfni ayrim uzib chiqarib bo'ldi. Mushu charninki ishlatilishi. Endi men tuvanda sizga booleanning ishlatishini ko'rsatib qo'yay. Yangidan bir klass quray, yoki mushu qursak ham bo'ldi. Men yangidan bir klass quray, sizningki o'rganishingizga qulaylik bo'ladi. Mana o'chirib com.uyg'urbook.learn Java'da o'ng tarafni chekib, new Java class, masalan boolean demo. Endi bunun ben emli asaslı program kısmını qo'shay. Public static void main string arguments. P'ni basqandan keyin boolean chiqadi. Masalan boolean masalan b1 teng bo'ldi. Buniki qiymatiga yoki true'ni berasiz, yoki bo'lmasa false'ni berasiz. Agar bu true false'ni bermay boshqasini berib qo'ysangiz, misol uchun bunga mana har bir bag'li abcd deb abcd. Ondan hozir men qizilib qoldi. Sababi nima desangiz, mana required boolean found string deydi. Sen asli booleanni yozishing kerak, lekin sen stringning qiymatini berib qo'yding deydi. Shunga bu yoqqa biz masalan b1 ga true deb olaylik. And then yine boolean, mesela ikinci boolean b2'ga true olaylik. And then üçüncü boolean b3'ga mesela false deb olaylik. Bu şartda men sizga amaliy ishlatilishini bir deb o'tay. Odatda kompyuter programmasida siz booleanni ishlatayotganingizda, ya'ni biz boolean operator deymiz buni. Buni ayrim usulda bitaman. Agar true and true bo'lsa, buniki qiymati true bo'ladi. Ma bu belgini biz and belgisi deymiz yoki inglizcha ampersand deymiz. True and true bo'ladi. Yoki true and false. Buniki qiymati false bo'ladi. And then false. And then false. Buniki qiymati false bo'ladi. Tuvanda shuni biz chiqarib boqaylik ekranda. Mesela bu yoqdan is out. Mesela b1 and b2.
and then yana s out b1 and b3 deb olsak. Mesela icra qilib hozir. X mana b1 bilan b2 niki and operationsi bu true bo'ldi. Chunki b1 mu true, b2 mu true. Ma bu ikkinchisida b1 and b3 false. Chunki ma bu true, ma false bo'ldi. Undaq bo'lsa buni amaliyotda qanday ishlatamiz? Masalan, men ikki miqdorni bekitay. Masalan, int x teng bo'ladi. Masalan 50 deyli. Int x y teng bo'ladi. Masalan 55 deyli. Animaga yana bir int masalan z teng bo'ladi 30 deyli. Bu yoqqa biz s out aziz baqayli x cho'ng y x y'dan cho'ngmi x z'dan cho'ngmi deb mushtab narsani naq baqayli. Hisob baqayli. Masalan x 50 y 55. Ma'ni qiymati false. Chunki bu x 50 55 cho'ng emas. Ma false. Ondan 50 x'niz 50 z'niz 30 ma u true, lekin buningki qiymati false bo'ladi. Masalan bu programni ijro qilsak, mana ko'rib turibsiz, 3-chi qiymati false bo'ldi. Demak, bugungi bu darsda men sizga bir char demo, ya'ni charni qanday ishlatish, ondan ikkinchisiga ma booleanni qanday ishlatishni o'tdim. Buningki amaliy qo'llanishini biz program jarayonida yana ko'rib o'tamiz.